Qanday O'zbekiston? Yaxshimisiz, zo'rmisiz, charchaysizmi? Xonadoningizga tunikafon qiygizmoqchimisiz? Alinur tunikafon jamoasini tanlang. Biz bilan umuman noqulaylik bo'lmaydi. Barcha xarajatlarni o'zimiz olib kelib, xonadoningizlarga mana shunaqa go'zal tunikafonlarni qilib beramiz akalar. Xizmatlar bo'lsa, quyida raqamlarga bemalol ikkilanmasdan aloqaga chiqib olasizlar. Mana shunaqa chiroyli tunikafonlarni sizning ham xonadoningizda ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum, rahmat, sog' bo'ling. Bugun qor birinchi bor today, December, first time we have a snow and we are in the top of the Qarshi davlat university. Hindistonlik migrantlar nimagadir Rossiyada rus tilini o'rganishni o'rniga o'zbek tilini o'rganishmoqda, chunki ular asosan muloqot qiladigan til o'zbeklar hisoblanadi, hattoki ular o'zbek tilida qo'shiq ham kuylashmoqda. Hindistonlik migrantlarning o'zbekcha qo'shig'i esa ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Yuragim to'ldi mana, bu qalbim o'ldi mana janonet. Ko'zlarim to'ldi mana, shodantga qoldi mana janonet. Ishonib senga qarab, aldanib qoldim mana janonet. Kutganim bo'ldi yolg'on, sevganim xatodir janonet. Maydalab kecha tunda yomg'ir yog'di maydalab, unutilmas uchrashuvni esladim. Esingdami ko'zingga qarab, chiroyingga seni bo'lgan edim mast. Lo'ladi yanaqlaring yomg'iri lo'ladi, erkalanib turarding yosh boladi. Shunday baydu bo'ldi muhabbat jonim. Esingdami yam 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 yam, tamchilari tam 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 tam, sening qo'lingdan ishlab asta baylab yuragimi shu 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 shu.